O'tganinglardan keyin avtobus o'zi o'tadi. Sizlar alohida piyoda o'zingizlar o'tasizlar. Ko'pchilik o'ylaydi, что poyezdda ketyapman deydi. Hali avtobus ichida peshat qo'yadi deydi. Yo'q, hamma o'zi sumkasini o'zi topshirib, neytralkada o'tadi, tezroq o'tadi avtobusdan. Qozog'istonning neytralkasidan o'tgandan keyin eshik tagida kutib turadi avtobusini. Qozog'iston neytralkadan peshat bosadi-yu, chiqdi. Qozoqqa kirdi. Kirdi degan bosgandan keyin jich yurganingizga ashada joy bor. Bemalol avtobusinglar kutsanglar bo'ladi. Shunda yaqin joyda tursa yaxshida, yuklar og'irda. Bo'ldi. Hamma lekin o'zi piyoda o'tadi. Ko'pchilik tushunadi, men avtobus ichida o'taman deb bo'ladi. Yo'q, lekin unaqa emas. O'tgan qarang, ana Qozoq tomonidan o'tgandan keyin narida qozoqlar bir kafesi bor ekan. Yo'q, u yerda emas. O'tishingizga eshik tagida turadi. Endi gapirganingiz yaxshi bo'ldi, mana hamma eshitib oldi. Bu avtobus Dakansa Dakansa Moskvagacha boradi. Sankt-Peterburggacha boradi Dakansa. Bunda sharoitlar juda yaxshi. Rahmat aka. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yo'lovchilarni o'tirishni boshladi yana, hali reys. Rahmat. Amal yoshyapti.